bo'lsa 8 oylik qo'zicha. Bo'lsa aka. 10 qarang. Mana. Mana tishlari mayda. Kallani qarang aka. Ha, dumbasi bitta o'sib ushlab turingda. Buni akalar arqa dumba qarang kelishganligini. Dumba hamma tomonlama qo'ysin. Sulusi aka. Assalomu alaykum obunachilar. Tuzumizlar, yaxshimisizlar? Bugungi videomiz Obboson aka abishli video bo'lmaydi. Videoni boshidan bitta limon choy tayyorlab olib, xudo xolasa muntazam ravishda oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun videoni zo'r bo'ladi. Videoni boshidan qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'ying hoji aka. Bugun sizga narxni sindirib pachaqlab beraman. Lekin videoni oxirigacha ko'rishingizdan chiqmasin. Kommentariyaga bitta otangga rahmat, gazini bos. Bomba qil deb turing. Hoji aka bugun narx sindiraman. Hamma sotildi o'tgan safar qo'ylar. Obboson aka keldi. Yangi parti yetib keldi. Qalpoqli bola, tuzumsiz. O'ta elitalari zo'rlardan keldi. Qanaqa chiqadi Azbek? Qo'llab-quvvatlab bomba qilib turibsiz. 3.850.000 so'mdan qo'zlarimiz bor. Oxirigacha ko'rib turibsiz. Bugun narxni sindirib pachaqlab beraman. Qo'ylarga. 3.850.000 dan ham qo'ylar chiqadi. 800 dan beraman. 3.800 dan ham qo'ylar chiqadi. Sindirib tushiraman. Qo'ylarga zo'rlardan keldi Obboson aka. Videoni boshlaymizmi Azbek? Boshlaymiz aka. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Qo'y chiqib bozori, chorva chiqib bozori, Qalpoqli bolani ashaddiy obunachilari, muxlislari. Akalar, bugun xudo xolasa Qalpoqli bolada qo'chqor, suvliq, hamma turidan bordi bizni chaqirdilar. Mana shunaqa go'zallari, elitalari har doimgidek Qalpoqli bolada. Elitalari, nabirlardan kelib Obboson aka. 4 dona 9-10 oylik qo'chqorlar. Bular qo'chqor. Qo'chqorlar. Akalar mana yangilik qo'chqor so'ragan akalarimizga qo'ylardagi Obboson aka zot qilib olib boqib yuraman degan akalarimiz uchun tavsiyani zo'r. Olasiz, boqasiz, foydani qilasiz xudo xolasa. 9-10 oylik atrofidagi qo'chqorchalar mana. Obboson aka, mana yuzni qarang, uni qo'ydagi Obboson aka. Jonivar. Jonivor, to'xtatdir. Kellani qarang akalar, haqiqiy quloqlari ham o'ta uzun aka. Mana aka, mana liniya, mana zot. Sizga akalar, hammasini o'ziga tortgan qo'chqor Obboson. Dumbalari ham Ayda-bayda qo'ylar emas. Mana hammasi. Zo'rlari. Mashinani chertib zo'rini olganman Obboson aka. Gap yo'q lekin qo'ylarni tavsiya qiladigan variantlari. Shu soni ham 4 dona bitta obunachimizga beramiz Obboson aka. Osilgan dumba emas, tikka dumba. Tozasi qo'ydi. Qo'chqorga arziydigan Obboson aka qo'ylar. Bo'ylari ham haqiqiy yirik narsa ekan. Bir o'lchab qo'yamizmi Azbek? Ha, farqi o'lchab qo'yamiz Obboson aka. Bo'lgan bitta o'shanchi. Akalar mana kalla garbonus qaranglar. Bo'ylari akalar. Rona 80 Obboson aka. Mana 80 plus akalar qo'y. Qo'ydi qarang. Yosh o'ta deriski Obboson aka. Mana buni ham qaranglar. O'ta elitahan olaman degan akalarimiz uchun tavsiyani zo'r. Olasiz, boqasiz, foydani qilasiz. Lekin bitta like-ni chin dildan bosib qo'ying. Qo'chqorlarda ekan akalar juda bo'lalar. Mashinasi ham o'ta bo'lagini bo'lakchalarga Obboson aka qo'ydi ham juda bir aytadi-yu. Ayda-bayda yo'g'idan. Chertib zo'rini olganman o'zimga. Obboson aka ayda-bayda qo'ylar emas, qo'ylar ham. Haqiqiy lekin juda bo'lakcha narsa ekan. Qo'chqorlarda o'ta go'zal ekan akalar lekin haqiqiy qo'zalar 4 dona. Maqtovga arziydigan qo'ylar aka, maqtovga arziydigan. Zo'rlar aka. Qachon keldi Azbek qo'ylar? 2 kun bo'ldi, rapparasi 2 kun bo'ldi deganiga Obboson aka. Sinovlardan o'tdi, xudo xolasa. Sinovlardan o'tdi, chiqaryapmiz Obboson aka YouTube'ga. Lekin badallari ham zo'r ekan. Yemda turganmi Azbek qo'ylar? Ha, xudo xolasa, tepchiday. Yem yeb turgan. Lekin badallari semiz ekan, yaxshi ekan badallari akalar. Bundasi ham juda bo'lak narsa. Juda bo'lakcha narsalar. Obboson aka olishadi, boqishadi, xudo xolasa foydani qilishadi. Azbekni duo qilib, eslab boqib. Zotga ham lekin juda aytar ekan-a. O'ta aytadigan variantlardan Obboson aka. Lekin o'ta boqishadi, xudo xolasa normalni foyda qilishadi. Jaydari-paydari qo'ylamasda, arasha idilbaylardan Obboson aka. Qirg'izistonda toza akalar qo'chqorlari mana. Har doim so'lab akalaring Azbek qo'chqorlarni qilib berdi degan akalarimizga. Sanatasari. Bo'lakcha ekan, haqiqatan. O'ta bo'lakchalar. Narxi ham lekin sanadi Obboson aka. Narxi ham xudo xolasa bitta bo'g'oz qo'yda pulga berasiz Azbek. Bo'g'oz qo'ydi arzon Obboson aka. Bo'g'ozdan ham arzon. O'zi tuzyo'roq bo'g'ozlardan bir 6 milliondan pazi chiqmayapti o'zi. Menda chiqadi. Bularni necha puldan qilib beramiz Azbek? 6 millionmi? Qo'chqorchalar 6 million so'mdan akalar. 6 million so'mdan.
tas qo'ylar emas. Obbo Yo'q, sana akalar, mana, o qarang. buni sog'lig'i ham 6 milliondan bermaydi-da, qo'ylardi. Qarang, yuzni qarang, yuzni obbo sana aka. Mana qarang, mana sizga. Qarang. Mana hamda turibdi, qo'yam. Dagar. Haqiqatda dagar ekan, akalar qo'chib oladi. Qanchada o'tib beramiz endi azlik bularga? 200 mingni o'tib beraman obbo sana aka. Hamma 4 tane olsa. 5 million 800 5 million 800. Yana deysa-chi? Qilib beraman aka. Yana o'tib ber deysa-chi? Yana 200 da o'taman. Azbek ilaydan emasmi? 5 million 600 dan. 5 million 600 dan Sindirdimmi? tekis 5,5 dan. Bitta duo qo'ysin. Barakasini bersa akalar. Sindirdimmi? Gap, lekin nahlar haqiqiy akalar, kommentariy yozinglar akalar. Men nima deydi? Videoga berishga odam bor, lekin nahlar haqida siz yozing kommentariyaga. 5,5 million so'mlar. Telefon qilsa Azbek ish bichishga xayr qilib berasizmi? Bu sanaka hayri bor, barakasi bor deylar. Telefon qilsin, hayr sunnatiga kami bo'ladi. Xudo xolasa, lekin qo'ydi zo'rlar obbo sanaka. Akalar mu qarang, men xalapanda ozgina yemdirmas bor ekan mana. Ashingga talashib qilyapti. Qo'ylarimiz lekin o'ta chars qo'ylar, obbo sanaka. Buni narsa akalar. Yoshligidan tarbiya qilaman degan akalarimiz uchun mana aka tavsiyani zo'r. Mana olsin. Mana akalar, haqiqiy bo'lashini sizlar ekan mana. Xotirjam mana. Mo'jizamizmi? Ha. Mana shoshilib aloqa chiqarasiz akalar, xudo xolasa. Bu endi birinchi partiyamiz qo'yiladi. Mana bundan keyin partiyalarimiz ham bor. Oxirigacha ko'rib turing. Chin dildan bitta like deb bosib qo'ying. Keyingi partiyalar chiqamiz. Zo'rlar hali oldinda aka sizga. Akalar, mana sizga qo'ylarni tozasi. Buni janavarlar qaranglar, bir xil ekan Azbek o'ylar. Ekkos obbo sanaka. Egiz emasmi bular? Mana. Yo'q. Lekin qarang, haligi nima edi? O'ta bir xil lekin. Hamma tomoni bir xil. Yurishlari ham ajramasdan yuragan lekin. Ajramasdan, o qarang, jonivordi. Haqiqiy o'sha chertib zo'rin og'am o'zimga ham. Mo, turishini qaranglar akalar. Mashalloh. Sog'liq obbo sanaka bu ekkos. Ikkovsi ham urg'ochi. Rasa bo'lsa 7 oylik qo'zichoq obbo sanaka. Ey, yashi ham bir xilshiliga Azbek. Bir xil ekkos. Qarang, gavda boshi ham bir xil. Gavda boshi ham bir xil. Hamma tomoni bir xil ekan. Arqadumba razisi ham hammasi qanday akalar bir xil ekan, kelishgan. Ikkalasidan zo'rin olaman degan akalarimiz. Aka tavsiya qilaman, olib boqsin mana. Qulog'ni qarang buni. To'g'ri kelganda olib boqsin, bu sanaga qo'ydi. Qo'ydi akalar. Kelganda olsin mana aka. Bo'lsa 7 oylik qo'zi, Azbek. Rasa bo'lsa 7 oylik qo'zi aka. Lekin qo'ydi gavdasi katta, lekin ko'rgan odam 9 oyda o'ylaydi. Qulog'ni qarang. O'zbek ashni ishonchi Azbek oy yuzda. Oy yuzdimi? Kelasi ham lekin bir xil ekan, mana qaranglar. Qulog'ni qarang, 18, 19 xotirjam chiqsa kerak qulog'im. Qarang aka, qarang. Kellani qarang akalar, mashalloh. Bu sanaka? Mana kayga. Toza akalar Qirg'izistonda qo'zi, mana. Bu ham xuddi o'zi mana. Lekin ikkalasi bitta yurgan ekan. Nimaga ikkalasi ham yashil kraskasi ham bor ekanda bu yerda mana. Bunda ham ekkos, bu sanaka. Mana sifatini qaranglar. Akalar mashalloh, lekin juda chiroyli narsalar ekan. O'ta Haqiqatan. sifat, maqtovga arziydi qo'ylar aka. Ikkilosini bitta. To'g'risini aytgandek tashak-pashak qo'ymasda. Shunaqa, lekin qaranglar, kallalarni qaranglar, akalar go'zalligi. Yuz. Hamma tomonlama qo'y zo'r. Garbonoz, yuz. O'ta chiroyli. Mana liniya, mana zot. Hammasini o'ziga tortgan qo'ylar aka. Haqiqatan juda bo'lakcha narsalar ekan. Aziz bular dedi, nech puldan beramiz obunachilarga. Hoji bolamiz bir duo qilsin, qo'ydi zo'rini olib kelsin, haqiqatan havas qildim lekin qo'ydi qaranglar. 5 million so'mdan bersam bo'laveradimi bu sanaga? 5 million so'm, 10 million so'mga. 10 million so'mga ikkos ketaveradi. Xayr qilib ber deysiz-chi? Hayri bordi, barakasi bor aka. Hayri bordi, barakasi. Qanchadan? Nima? Qanchadan o'tamiz? To'riyanni 9 million bersa-chi? Va, unda ancha voy, shunda hisob chiqmay qoladi. Lekin buni narsa akalar 5 millionga so'm o'tib beraman, bo'ldi, bu sanaga olsin. 4 million 900 dan. Ha. 4 million 600 dan bering Azbek. 4 million. Lekin mononi lekin 5 ga ham bermang Azbek, o'zing so'rasiz. Lekin qo'yga havas. Ko'zini olsin bu narsani. Yo'q, akalar 200 mingcha bu qo'ylar. Endi xudo biladi, to'g'ri. Lekin bir xil ekan. Hamma tomoni bir xil ekan. Rangidan boshqa hammaga bir xil ekan. Keyin bo'ldi. 4 million 800 dan beraman, bitta olsin, kayf qilib. 4 million 700 dan bering Azbek. Abbos 4 million 800 dan olsin bo'ldi mana aka. Akalar, mana sizga o'ta tavsiya qiladigan variantda go'zalligini qarang, janovar. Zo'rda sifat hamma tomonlama qo'ydi. Shunaqa, buni omog'i sotmog'i bor deydi akalar. Buni avvalambor sotmasdan baqib qo'shib bolanglar bulardan. O'ta bo'lanasiz ekan. Azbek bering, kreditidan bering Azbek. Kreditidan Abbos aka umuman sotishmay qoladi. Ketdi ana. Bo'ldi ana. Tirik qo'lda bering. Qancha berasiz? Qo'ylarni ketdi. 4 million 800 dan Abbos aka bo'ladigan narx. Xayr qilib berasizmi? Yo'q. Ozgina o'tib bering. Yo'q.
Mana qaranglar akalar, mana sherigi ketib qolgan akalar, bu ham o'taman. Mana ushonchasiz o'zi. Buni o'zi qancha azbek endi buni o'zi? 6 million beraman buni o'zi. Ana akalar. Chiqmagan odam yutadi. Qurish, mana. Mana sizga akalar, buni qo'y, o'ta bo'lakchini sizga mana. Sherikni qidirib akalar nima qilyapti? Bo'ldi azbek qarang, 50 ga tang bo'lishaylik. Yo'q, oxiri 48 dan beraman aka. 9.5 ga bering azbek. Bo'ldi, barakasini bersin azbek. Sochmoqlar 9.5. Hisobimizni chiqarib beramiz azbek. Unda barakasini bersin. 850 dana. 750 dan azbek. 750 dana. Maza qilishadimi? Xudo xolis duo qilib boqishadi azbek. Barakasini bersin. Mana sherik keldi endi tinchlandi. Sherik keldi tinchlandi. Lekin akalar 1 million 750 ming so'mdan 9 million 500 ming so'mga Samarqandgacha olib bortirib desa qilib beraman. Gap yo'q mana. Alloh qo'rqasin, lekin shoshilamiz. Juda bo'lak haqiqiy Olsin aka, Obosan aka, mazasini qilsin mana. Arzoni kelganda, sifatli kelganda olsin buni qo'ydi. Akalar 1 million 750 ming so'mdan bo'lyapti aka. Zo'rnah bo'ldi aka. Telefon qilaverasiz, biz keyingi partiyamizga o'tamiz. Atkamiz keyingi partiyada bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana sizga liniya, mana sizga zot. Vahim, qo'ydi qarang aka. Voy, buni olmasangiz lekin bari haqiqiy lekin eng katta xato qilgan bo'lasiz aka. Kalla, garbonos, buni hamma tomon orqa dumba, shuna qarab turinglar. Mana dumbalar qarang. Hozir Obosan aka. Qalbali bola, o'ta go'zal. Bitta gapdi-yu, lekin o jonivor. Mashaalloh. Mana akalar sizga buni kallani qaranglar. Kallani o'zi akalar. O'zi nima bu? Allohga tema Obosan. Kallamiz bitta mavzu bo'lyapti akalar, buni jonivorda qarang. Qo'zimi bu yetishmizgan? Qo'z Obosan aka. Qo'zcha, bu ham necha oylik bo'lsa 8 oylik qo'zcha Obosan aka. 8 oylik. Mana. Mana tishlari mayda. Kallani qarang aka. Qarang, Ha, dumbasi bitta o'sib ushlab turinglar. Buni akalar arqa dumba qarang kelishganligini. Dumba hamma tomonlama qo'y zo'r. Sulusi aka, sulusi. Mana sizga voy akalar bu qo'ydi. Janoni. Qo'y nima deyapti mana? Mana sulusi. Janoni. Tulashni boshlabdi. Ha, sekin o'zi harakat tulash. Mana akalar xudo xohlasa o'zi bog'gacha tula bo'ladi. Anaqa chiqib ketgan tog' tushi ham Obosan aka. Buni keyinligini qarang mana uni. Qarang. Uni narxi eng asosiysi so'mda bo'ladi aka. So'mda qo'yib berasizmi? So'mda qo'yib So'm ham 10 million bo'lmaydimi azbek? Yo'q, so'nadi aka. Qo'ydi qarang. O jonivor. Taslig'ini qarang. Bitta bo'yda ketmayapti qo'y aka. Mana akalar. Aka chudan, mana. Mashaalloh. Ayt. O'ta baquvvat ekan. Usha bang. Necha pulga beramiz? Azbek buni. Nima? Qanchaga beramiz endi buni? Narxini sindiraymi aka buni? Narxini bo'lib yuboring. 10 million. Iysi, biz sindirib qo'ydik-ku, azbek. 8 million. Iya. 7 million. Iyana. 6 million. Gapirsa o'zi tugashlik. 6 million. Qancha? 58. Yana deysiz-chi? 56. Voy azbek. Bo'ldi beraman 5 million 600 ga. Yana desam. Sindirdimmi? 5 5 million 600 ga bo'ldi. Akalar bu. Olsin. Anig'imi? 5 million 600 mingga. Telefonlarga 8 deyilmaydimi? Yo'q. 5 million 600 ming so'mga olsin, mazani qilsin bo'ldi. Qo'ydi tozasi kelgan. Lekin bitta like-ni chin dildan bosib qo'yishingizdan chiqmadi. Buni jonivar akalar, like bosisalaring o'g'il alik qiladi. Qo'y xafa bo'ladi o'zi. Xafa o'radi qo'ydi o'zi Obosan aka. So'ramadim men. Barakasini bersin. Baraka. Xudo xolasa 5 million 600 ming so'mga oxirisi Obosan aka. Olsin, boqsin. 5 million 600 ming so'mga dastlabki qilib beraman. Mana aka. Tozasi qo'ydi lekin. Telefon qilsa-chi? Maqtovga arziydi, bitta o'g'ana qilib bitta haydab yuboringdi. Qo'l qarang. Qo'ydi Obosan aka. Akalar 5 million. Voy. Obunachilar aloqa chiqarasa. Bunaqa narxda lekin bu qo'ydi 1 yildan keyin ham qidira olmaysizlar, topa olmaysizlar. Obortirib dastlabki qilib beraman. Yo'q aka. Ashir. Ipotek 5,5 qo'yag'alaydi. 5,5 ga. Mallat gap yo'q. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. 5,5 million. To'g'risini. Nah, bo'linib ketdi. Bo'linib pacha-pacha bo'lib ketdi. Akalar, endi yana kamini so'rasam, o'zim ham xijolat to'kib ketaman lekin. Buni qo'ydi qarang akalar. Mana sizga 100. Olsin aka, 5,5 million so'm bor narx aka, bor. Haqiqat aka. Allohga shukr olasiz akalar, bo'lmasa lekin shoshilasiz. Temirni qizig'anda bosqin deyiladi. Xuddi shunday mana, o'ta go'zal. Hurmatli obunachilar, puli o'ta qulay, qo'chqorlarni go'zallik beradigan akalarimizga
2 dona. Tozalar Obasanega Toza. narxi arzon, sir xaridor variantlari aka. Mana ikkovi ham qo'chqor Azbek. Ikkisi ham erkak, mushuk. Ikkovi ham akalar qo'chqor variantlari akalar mana ko'ryapsizlar. Bir-biridan go'zal. Mana sifati ham o'ta zo'r. Zo'rlar Obasanega Mana 6-7 oylik atrofida. 6-7 oylik atrofida Azbek ko'ryapsiz, kecha bo'lib qoldi. To'g'ri aka. Buni ko'p maqtashga kerak yo'q. Mana qo'ylar sifatlari zo'r ekan. Sifat zo'r Obasanega, maqtovga arziydi. Olsin mana aka, arzon. Mana aka. Narxi 4.500.000 so'mdan obartirib desek qilib beraman aka. Ya unday demang Azbek. Nima deydi aka? 4.500.000 nima deyani undan boshqa? Qancha o'tib beramiz? Yo, 4.5 milliondan nima to'lash kerak endi. Endi ozgina xayr qilib bering Azbek, ko'p emas, yengil-yengil xayr qilib bering. Keng bo'pti. 100 dan 2 kos qo'yib beraman. Yo 100 dan demang, 4 dan bering. 100 mingdan deyapti. Yo bo'ldi, 100 mingdan 2 kos qo'yib beraman. 41 dan. 4 million 100 dan? Azbek, beravering endi, mayli bir ragasini bersin. Menga ham foyda qilish kerak. Ambulonsa Bo'ldi, qancha o'tib berasiz? 200 mingdan o'tib beraman. 4 million 300 ming so'mdan 42 dan bo'ldi. Mayda judayasiz yo'q Azbek. O'ylanmay, o'zi kecham tushib qoldi Azbek ana. 42 dan vosh arzon qo'yib yuborgan bo'laman-da. Duo qilib boqishadi Azbek. Barakasini, Maza qilishadi, barakasini bersin. Ojaga siz bitta like tevas qo'ying. 4 million. Barakasini bersin. Mana 400 ga obartirdi. akalar qo'chqorlar qaranglar, o'ta boshqacha narsa ekan. Sifatlari, simjum bunaqa narxda tovush o'ta qiyin. Chiqarishyapti 4.5 40 chiqarishyapti. Qimmat oldim, to'g'risini ayting. Narx zo'r oldi. Endi kommentariyada ham bir fikrlar qoldirishadi obunachilar. To'g'ri. Lekin bitta otangga rahmat deb qo'yishingizdan chiqmas aka. Shunday akalar, keyingi partiyamizga masalasi o'taveramiz. Hurmatli obunachilar, qalbali bo'lib 3-so'nggi partiyamizga 3 dona o'ta go'zal noyabni qo'ygan ekanlar, xudo Mana xohlasa. buni qo'yamiz aka. Bitta qo'chqor akalar 2 mana. dona sog'liq aka. 2 dona buni sog'lig'ini ham qaranglar akalar. O'ta zo'rlari lekin aka, tavsiya qilishga arziydigan variant. O'ta bo'lak, xudo xohlasa. Asosida aka narxi arzon, sir xaridor kambag'alni bo'y qiladigan variantlar aka. Mashaalloh. Ashi Azbek va'da qilingan 3.850 lik qo'ylar mashlarmi? 3 million. Bo'ldi, 3 million 850 dan beraman. 3.850 ming so'm. Beraman bo'ldi. Tildan chiqqan gapga javob beriladi aka. Gap yo'q lekin. Kelar buni 100 dagi, buni 100 dagi qo'ylar haqiqiy arzon bo'ldi. Shoshiladigan variantlar. Kellarni qaranglar akalar. Mashaalloh. Lekin aka shoshilib qolibdi. Kami bormi? Endi kami ham bo'lsa-da. 3 million 850 o'tib ham beraymi mashg'ulada? Dastakbas qilib berasiz-a? Yo'q. Dastakbas qilib berasiz-da, endi dastakbas 3 bo'lmasa. million 850 dan dastakka qilib berish kerak. Ha, vodiy bo'ylab qilib berasiz bo'pti. Bo'pti, hop. Vodiy bo'ylab akalar dastaklar qilib beriladi, lekin aloqa Vodiy bo'ylab qilib beraman xolos. Obasanega 3 million 850 mingdan mana olsin, arzoni. Maza qilib boqib yurishadi aka. Shoshilib aloqa chiqarasiz. Shoshilsin, lekin bunaqa arzoni yo'q. Dangarning qo'chqor o'zi ham akalar to'ylarni boshqaragan lekin mana. Shoshilib aloqa chiqarasiz akalar, bu so'nggi partiyamiz edi. Sog' va salomat bo'linglar. Fikrlaringni kommentariyga yozib qo'yish esdan chiqmas akalar.